Davronga xalq yomon ko'rib nima qilasiz? Hamma proyektlarga, hamma qurilishlarga gazoblok taklif qilyapsiz. Bundan ko'ra pishiq ishlatib, xalq yomon ko'rinmasa ish bitkizsangiz bo'lmaydimi? Nimaga yomon ko'rinaman Ahlorbek? Axir bu insonlar uchun foyda-yu. Misol uchun bu oddiy penoblok yoki mahalliy gazoblok emas, bu avtoklavning gazoblok. Buni o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Bu O'zbekiston go'st standartidan o'tgan mahsulot va hozir ko'rib turganingizdek ko'plab binolarimiz deyarli avtoklavning gazoblokdan bo'lyapti. Va aynan bu obyektimizga eng to'g'ri tanlov deb bilamiz. Sababi yengil konstruksiya. Ko'rib turganingizdek mansab qismi issiq va sovuq bo'ladi va shum izolyatsiyasi juda ham yuqori. Shuni hisobiga avtoklavning gazoblogimizda termoizolyatsiyasi va shum izolyatsiyasi juda ham yuqori. Bu yerda bemorlarimizdan tinchlikda bemalol damini olishadi. Bundan 15 yil oldin Yevropaga borganimda 100% holatda avtoklavning gazoblok o'tib ketishgan va bizda birinchi penoblok va mahalliy gazobloklarimiz chiqqani uchun avtoklavning gazobloklarimiz ko'p kishi anglashtirib qo'yadi bir-biriga. Va bu go'st standartdan o'tgan qurilish materiali. Bizni noto'g'ri tushunayotganlar, bu oddiy penoblok yoki mahalliy gazoblok emas, bu go'st standartdan o'tgan avtoklavning gazoblok va bu Yevropa standartiga ham, O'zbekiston standartiga ham bemalol javob bera oladi va siz o'z qurilishingizni qaysi qurilish materialida qurishingiz esa bu o'zingizning shaxsiy tanlovingiz. Biz esa faqat maslahat bera olamiz.